Rahmat, xudo Yaxshimisiz? assalomu alaykum. Aziz, Yaxshimisiz? Ginoforan siz olibmisiz? Ha, men oldim. Aha. Rahmat sizga, yaxshi reklama qilib chiqqan ekansiz, to'g'risi. Reklama orqali ko'rib Ha, oldingizmi? reklama Instagram ko'rib oldim. To'g'risi menaligi degan edi. Matkamni olib tashlash kerak deydi-da, shu darajada miyoming katta dedi. Keyin surishni olib tashlang dedi. Undan keyin ham shunday ham oldirgim kelmay, to'g'risi. Yig'lab qarindoshlarimga aytdim-da, men aytdim, operatsiya qilar ekan, shunday ekan dedim. O'shangacha o'sha bo'ldim-da, tayyor bo'ldim. Keyin sizni reklamangizni ko'rib qoldim. Bir tavakkal olib ko'ray dedim. Keyin oldim, yo'q, xudoga shukr, o'zim ishongim kelmaydi, to'g'risi. Kecha safar mana masalan, miyoma bo'lsa odamda shunday qon ketishlar bo'ladi-ku. Kecha safar shunday yaxshina bo'ldim, 19 ta qo'yib bo'ldim, o'sha ta'siri zo'r-da. O'sha 10 tadan keyin bildim. Hozir 19 dan qo'ygandan keyin shunday yaxshi, og'riqlarim bor edi. Даже chap tovonimda bosolmay, yura olmay qo'ydim-da. Shu darajada bo'lib qoldim. Yo'q, Xudoga ming qatla shukr qilaman. Allohga ming shukr. Shunaqa zo'r Aslida bo'ldi. 19 kunda natijasini Ha, ko'rdingiz. 19 kunda mendagini juda katta devdi.